Dasturimiz davom etadi. Turkiyada bobokalonimiz Ahmad al-Farg'oniy shaxsiga yuksak ehtirom ko'rsatildi. Alloma nomi bilan ataluvchi xiyobonga byusti ham o'rnatildi. Ushbu byust qad rostlagan xiyobon tevarak atrofida o'zbeklar ko'p istiqomat qilishadi. Ularning ishtiroki bilan tadbir o'zgacha gavjumlashib ketdi, deydi jarayonlarni kuzatgan muxbirimiz Muhsinjon Yusupov. Turkiyada bobokalonimiz Ahmad al-Farg'oniy shaxsiga bo'lgan ehtirom faoliyatini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq juda ham kuchli. Bir qancha maskanlar aynan Ahmad al-Farg'oniy nomi bilan ataladi. Jumladan biz turgan Turkiya poytaxti Anqaraning bir chetidagi Keçiören shahridagi mazkur parkka ham Ahmad al-Farg'oniy nom berilgan. Birgina bu emas. Tevarak atrofida o'zbeklar juda ko'p istiqomat qilishadi. Shuning uchun ham bu yerda Samarqand, Farg'ona kabi umumiy ovqatlanish majmualarini ham ko'rish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, vatan ichidagi kichik bir vatan. Bu yerda aslo zerikmaysiz. Açılışı yaptığımız kişi ilk Türk astronomu, ilk Türk matematikçisi. Önemli. Bugun biz byustini o'rnatganimiz Ahmad al-Farg'oniy birinchi turk astronomi hamda turk matematikidir va bu inson sharafiga Keçiörenimizda mo'jazgina bo'lsa-da xiyobon borligi odamni quvontiradi. Shunga yo'l ochgan, qo'llab-quvvatlagan barcha mahalliy hokimiyat, shuningdek xalqaro hamda qardosh mamlakatlar tashkilotlariga minnatdorchilik bildiraman. O'ylayman, xiyobonni bundanda kengaytiramiz, yanada obod etamiz hamda shahrimizning eng gavjum, ko'rkam maskaniga aylantiramiz. Çok teşekkür ediyorum. Farg'ona viloyat hokimligi, viloyat turizm boshqarmasi va xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti Turksoy hamkorligi hamda tashabbusi ostida amalga oshirilgan mazkur xayrli ish mamlakatlar, xalqlar o'rtasidagi o'zaro do'stlikni, hamjihatlikni yanada mustahkamlashdagi ahamiyati yuzasidan gapirildi. Türkiye'nin her tarafında, Türk dünyasının her tarafında da yapıyoruz ama burada Keçiören'de ayrıca Keçiören'in biz bu kabi allomalarimiz, ular bosib o'tgan yo'l haqida butun Turkiya, shuningdek Turk dunyosi bo'ylab tadbirlar o'tkazishni reja qilganmiz va Keçiören'dagi anjuman ana shulardan biri. Bu zotlar turk tarixi va geografiyasida juda katta nom qoldirgan bobokalonlarimiz. Har qancha faxrlansak va ko'klarga ko'tarsak ham kam. Insoniyat tarixini turli madaniyatlar deb olinsa, ularning kesishmasini Ahmad al-Farg'oniydek bobokalonlarimiz faoliyatida ko'ramiz. Bu juda katta g'urur beradi. Bu medeniyet birikimi mutlaka herkesin ortak malıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Nihoyat xiyobonga ko'rk bag'ishlagan va turkiy dunyo hamjihatligidan ajdodlarimizga yuksak hurmatdan so'zlovchi byust tantanali ochildi. Tadbir shukuhi shu kuni yaqin atrofdagi bir qancha joylarda aks sado berdi. Keçiören shahrining boshqa bir qismida sho'x o'ynoqi kuy-qo'shiqlar yangradi. Turkiya bo'ylab Farg'ona madaniyat kunlari doirasida taniqli xonanda Otabek Muhammadzohid o'z jamoasi bilan o'zbek san'atini tarannum qildi. Ne qilib qo'yding mani ey chehrasi tobonim, jonajonson vatanim. Har kunimiz shodiyona singari eng sara ashulalarni kuyladi. Yig'ilganlarni o'ynatdi. Ko'pchilikni telefoni kamerasini yoqib, bollarni tasvirga muhrlashga undadi. Biz gaplashgan va Turkiyada turli vazifa ish yuzasidan bo'lib turgan vatandoshlarimiz bu voqelikni alohida e'tibor hamda xursandchilik bilan nishonlayapmiz va yana boshqa joylarda katta jamoa bilan ham davom ettiramiz deyishdi. Avvalroq tilga olib o'tilganidek, Farg'ona, Samarqand kabi restoranlar tadbirlarning davomi sifatida vatandoshlarimiz bilan to'ldi. Suhbatlar bir piyola choy ustida uzoq cho'zildi. Muhsinjon Yusupov, Ovoz axborot dasturi uchun Turkiyadan maxsus tayyorlandi.